Tayyor zafaronimizni hozir yo'ldan o'tib ketgan yo'lovchilardan eksperiment sifatida tatib ko'rishlariga maslahat beramiz va ularning fikrlarini siz bilan bo'lishamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aka. Siz oldin zafaron iste'mol qilib ko'rganmisiz? Va sizga zafaron iste'mol qilishingiz bu tabiiy zafaron 100 dan ortiq kasalliklarga va hozirgi bahor paytida juda ham odamda holsizlanish bo'ladi. Bunga oldini oladi. Ajoyib ekan. Hididan xabarim bor edi. Chiqib boradi. Yaxshi ekan. Bizda tabiiy zafaron, agar sizda zafaron haqida ma'lumot kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aka. Biz sinov o'tkazayotgandik zafaron bo'yicha biz tabiiy zafaron tayyorladik. Siz oldin zafaron haqida ma'lumot bormi sizda? Oldin ichganman. Agar imkoni bo'lsa shu zafaronni ichib bering aka, haqiqiyligini ko'rsatib bering. Agar sizga haqiqiy tabiiy zafaron kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz mavjud. Aka, sizga ham rahmat.